Oyatni qarang. Endi qachon Parvardigori uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, Parvardigorim meni xor qildi de. Alloh taolo kalla deyapti. Yo'q, unaqa emas. Berganim mukofot, bermaganim jazo emas. Boy qilib qo'yganim, ikrom ko'rsatganim, kambag'al qilib qo'yganim, jazolaganim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Alloh taolo bergani, boy qilgani bu sinov. Bermagani shifo. Nimadan shifo? Gunohdan. Puli ko'p bo'lmagan odam gunoh qilgani imkoniyati kaltaroq bo'ladi, boy odamdan ko'ra. Endi Alloh bir bandaga shu dunyo matohini katta qilib beribdi, boy qilibdi. Alloh senga ato qilgan bir narsani Allohning toatiga sarflayotgan bo'lsang, u ne'mat deyiladi.